Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Bugun biz Andijon viloyati Bo'z tumani Tunaka fonishimizni o'z nihoyasiga yetkazganmiz. Bu joyimizga o'xsha hisobda tunakamiz hisobida 177 kvadrat tunaka ishlatganmiz. 58 metr tarnov qo'yib berganmiz. O'xsha hisobi 26 milliondan jicha oshiqroq bo'lgan. Hozirlarga qayerlar 26 millionga bitganini qisqacha obzor qilib o'tib ketamiz. Qo'ldan kelgancha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadrdonlar, obzorimizni boshladik. Bu ko'cha tomon shapkasi. Ko'cha tomon shapkasi 177 kvadratning ichida shu tashqari ko'cha shapkasi ham bor. U chekkasini narigi tomonda archalar bekitib qo'yapti. Ko'cha tomonimizni qilib berganmiz. Bu joyimizga 0.35 listimizdan ishlatganmiz. Oq, mokri ranglarimizdan, tilla ranglarimizdan qo'shilgan holatda ishlatganmiz. Sifatiga o'zingizlar baho berasizlar. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Bu tarafimiz ko'cha tomondan kirganda darvozaxonamiz kobra fasonda bo'lgan. Bu joylarimiz ham darvozaxonamizni o'rtaga kosmos o'rnatamiz qachonlardir. Hozir emas, faqat darvozaxonamiz ham bor. Kvadratimiz ichida hamma tushunib olgani ma'qul. Joylarimizni ko'rib, davom etib ko'rib tursanglar, necha kvadrat, 170 kvadrat qayerlar bo'lganini ko'rsatib o'taman imkon boricha. Tarnovlarimiz ko'cha tomonlarimizdan tarnov qo'yilgan. Bu chekkadan burchakgacha, burchakdan darshi narigi tomonga borgan. O'xsha hisobda 58 metr tarnov qo'yilgan. Hozirlarga hammasini qilgan ishlarimizni ko'rsatib o'taman. Buni ichida 177 kvadratning ichida koruplarimiz ham bor. Bu yer yopilgan, akfani tepalari yopilgan, stoykalar tushgan. Bu yerda bitta stoyka tushgan, ikkita tushgan va yana bir dona-yu ikkita o'xshi 4 ta shunaqa stoykamiz ham tushgan, tunakadan bo'lgan stoykamiz. O'rtada stoyka bo'ladi-yu, anaqa taxtadan, xoridan. Shu stoykani o'rab berganmiz. Chiroyli holatda qilib berganmiz. Bu tarafimiz mana shu burchakda to'xtagan. Burchakdan to'xtab, o'xshi hisobda 177 kvadrat qilib berganmiz. Двойной fasonda. Nimaga двойной fason deganlarga, bu shapkamiz, o'stirmamiz 1 santimetrlik, 1.25 santimetrlik joyimiz bo'lgan. Shuni evaziga двойной fasondan bo'lgan. Shapka o'stirmamiz qancha katta bo'lsa, fasonda xohlagan fasoningizni qilishga imkoniyatingiz bor. Faqat anaqa akfalarimiz pastda bo'lmasa, sal teparoqda, mayadagi xorimiz teparoqda bo'lsa, shunda bemalol masalan tushsa ham bilinmaydigan holatda bo'lib o'tadi. Bu joyimiz ham normalniy holatda bo'lganligi uchun dashi bu yerda ko'rib hosil bo'lib oshib qolgan joyimiz. Xizmatimiz vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha hamma yo'g'ini ichida qilib beryapmiz. Listimizni yupqa qalinligiga qarab summamiz chiqadi. Oxiri 140 ming so'm 04 listimizda bo'ladi. Uni pastiga tushadi 037, 035, 03 listlarimiz bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomerlarimizni ekranlarga qo'yib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.